ko'rgan bo'lsangiz Telegramdan yulduzcha borku, uni oddiy bosa olmaysiz. Bossangiz ham pul so'raydi va uni sotib olish ham problema. Hozirgi paytda problema, chunki hali u narsa ancha rivojlanmagan va siz shunaqa qidiryapsiz. Qara siz qiziqdingiz, qarochi. Qiziqdingizda YouTubedan qidirdingiz va bu video aynan siz uchun. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Telegram Stars'larni bizning Lokesem botimizdan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishni yo'lini o'rgatamiz va qo'llanma. Bu aynan qo'llanma video. Oxirigacha ko'ringlar va Lokesemning YouTube kanaliga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Bu g'irromlik bo'lyapti, shuncha prosmotr bo'lyapti, shuncha bizga yaxshilik, misol narxlarni arzon chuftatib uni loy pul qilib tashlaganmiz, просто sizlar obuna bo'lmayapsizlar, biza uncha padishka qilmaymiz. Просто xizmatdan foydalanyapsizlar va botimizdan udalik qilib chiqib ketyapsizlar. Bunaqa emas-da, bunaqa mana pista puli ham bo'lmayapti-yu. Harakat qilaylik, bolalar. Xullas do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar va biz Telegramga ketdik. Xo'p, Telegramga kiramiz. Mana shu Lokesem bot pastda ham bo'ladi silkasi, profilimizning shapkasida ham turibdi. Mana shuni qidiramiz. Xo'p, kirgandan keyin botimizga start beramiz. 3 ta majburiy kanalga obuna bo'lamiz va mana xizmatlarni bosamiz. Mana bu yerda Stars Premium Gift degan joy bor. Xo'p. Bu yerda 3 ta bo'lim bor. Telegram Stars, Telegram Premium va gift hadiyalar. Anaqa giftlar turadi-yu, har xil giftlar. Bemalol giftlar emas, har xil giftlar. Xo'p, Telegram Starsga kiramiz. Stars xizmati tezkor, ya'ni Stars profil uchun 220 so'm. Stars post uchun 200 so'm. 220 so'm, shunaqa 220 so'm. Ya'ni siz bitta yulduzsiz 220 so'mga bossangiz bo'lar ekan. Ya'ni bir 2000 so'm, 3000 so'm, bir 5000 so'mga siz normalniy olsangiz bo'lar ekan. Demak, mana olsam bo'lar ekan. Xo'p. Bularni shunday ko'rib bo'ldingiz va narxlar o'zgarishi mumkin. Bu videoni siz 6 oydan keyin ko'rasizmi, 7 oydan keyin ko'rasizmi? Narx o'zgarishi mumkin. Bunda biz aybimiz yo'q. Biz ham tepadan olamiz. Xo'p. Betdan chiqib ketamiz. Mana Telegram Premiumga va Telegram Premium xizmatiga keyinroq to'xtalamiz. Bu videoda aynan biz Telegram Stars'ni uploadga va Telegram Stars deb yozganmiz. Shuning uchun faqat Telegram Stars va bizning Lokesem botimizni tushunmasangiz yoki mana pastda ko'rsatayotgan juda ham ko'p xizmatlar bor va mana Instagram, Telegram barcha xizmatlar bor. Kommentda plus tashlab olinglar. Biz hamma xizmatni iloj boricha ko'proq obzor qilamiz. Padishka qilmayapsizlar do'stlar. Pista puli deyapman-ku, xafa bo'lyapman. Shuning uchun YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar va sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha va kirib bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda Telegram Premium va qolganlarini batafsil masala qilamiz.